إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli qarindoshlar, o'tgan soatlik darsimizda biz arab tilidagi harflarningki asli nomi va atilishini o'rganib chiqdik va shunga aloqador qoidalarni o'rgandik. Inshaalloh bugun ikkinchi darsimizni davom qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizda arab tilidagi ilib va harflarningki birikib kelgan holatlari, ya'ni boshqa harflar bilan birga kelgan holati bilan to'lishib chiqamiz. Ya'ni biz yolg'iz kelgan holatida, o'tgan saatlik darsimizda yolg'iz holatida ular bilan asl nomini atashni o'rgandik. Hamda boshqa harflar bilan birga kelgan chaqdimi, ularning asl nomini asli eng to'g'ri holatda talaffuz qila olamdik, yo'q. Bugun bu ikkinchi darsimizda mushuni o'rganamiz. Birinchi harf alif. 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 Buni biz birinchi darsimizda o'rganib bo'lganda yolg'iz holati. Shundaymi? Unda bo'lsa, tuvandikisiga qarab boqaylik. Buningda ikki harf bor. Birisi lam, yana birisi mav alif. Shundaymi? Lam, alif. Ikki harfdan tuzilgan bir kalima var yani. Shundaqo, bu yerda ikki harf bor. Lam alif. Buni talaffuz qilgan chaqimizda lam alif. Nima deb talaffuz qilamiz? Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Yaxshi. Keyindikisi mushunga o'xshashlar. Mana bu lam, keyindikisi alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Yaxshi. Unda bo'lsa, keyindikisi mana bu birinchi harf b, ikkinchi harf mana bu tik to'g'ini alif. Shundaymi? Bu yerda ikki harf bor. B alif. B alif. B alif. B alif. B alif. Yaxshi. Unda bo'lsa, yana o'xshashlar, bunmi? Mana buni qaranglar. Mana ma'mu bir. Lam alif. Mana bu lam, mana bu alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Yaxshi. Unda bo'lsa, mana bu lam. Bu yolg'iz olti talaffuz qilishni o'rgandik-ku. Lam. Unda bo'lsa, lam alif. Yana lam bu. Lam alif. Ikki harf bor bu yerda. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Yaxshi. Unda o'z mana qaranglar. Mana bu ustidagi lam. Tegilsa ha. Va ikki harfni tepasiga mana bu tik to'g'ini lam. Lam ha. Lam ha. Lam ha. Lam ha. Lam ha. Yaxshi. Unda bo'lsa mana bu yerda 3 harf bor. Qaranglar. Ba, lam, ba. Tushundingizmi? Keyinda oldida bir harf, o'tirdi bir, keyinda bir. Ba, lam, ba. Mana shuni talaffuz qilamiz. Birinchi darsda qanday o'rgangan bo'lsak, asli nomini mana hozir shu bilan talaffuz qilamiz. Ba, lam, ba. Mana shuningda. Unda bo'lsa, menga eshitdinglar? Ba, lam, ba. Ba lam ba. Ba, lam, ba. Ba lam ba. Yaxshi. Kaf. Kaf. Mana bu kafniki ikki xil yozilishi. Mana bu kafniki bir xil yozilishi, mana bu kafning yana bir xil yozilishida. Qur'onda har xil yozilishlar bizga uchraydi. Mana bu yana birisi. Kaf. Kaf. Mana shunday har xil shaklda keladi bu. Uning keyindikisi kaf ba. Mana kaf ba. Kaf ba. Kaf ba. Kaf ba. Uning keyindikisi yana o'xshashlar, mana kafning yana bir xil yozilishi bu. Kaf ba. Mana shunday. Unda bo'lsa oqisi
kaf alif. Mana bu. Kaf alif. Kaf alif. Kaf alif. Kaf alif. Kaf alif. Yaxshi. Uning keyingisimi o'xshash. Kaf alif. Kaf. Kaf alif. Kaf alif. Yaxshi. Unda bo'lsa uning keyinlikida 3 harf bor. Ba, kaf, ta. 3 harf bor. Ba, kaf, ta. Ba kaf ta. Ba, kaf, ta. Yaxshi. Ba kaf ta. Yaxshi Abdullah Abdurrahman, yaxshi. Unda bo'lsa uning keyingisi ta, kaf, fa. Mana shunda. Ta, kaf, fa. Ta kaf ta. Ta, kaf, fa. Ta kaf ta. Yaxshi. Ba, Ba. ba, Ba. ta, Ta. 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 Bu yalğız kelgan holati, mana bu. Tilimizni chiqadi g'arib. Fa, Sa. fa. Sa. Yalğız holati. Nun, Nun. 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 Ya, Ya. 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 Mana ma'noda shikar bor. Ba alif, Ba alif. ba alif. Yaxshi. Keyingisi nun alif. Ha, mana eshitdinglar? Nun alif, Nun alif. nun alif. Nun alif. Yaxshi. Keyingisi yana o'xshashlar. Ta alif, ta alif, Ta alif. ta alif. Ta alif. Yaxshi. Ya alif, ya alif, Ya alif. ya alif. Ya alif. Yaxshi. Fa alif, fa alif, Fa alif. fa alif. Fa alif. Yaxshi. Basin, Basin. basin, Basin. yasin, Yasin. 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 Unda bo'lsa mana yana o'xshashlar. Hammasi hozir mushakkakcha ikki harfda, ikki harf bor. Nun sin, Nun sin. tasin. Unda bo'lsa men o'zim o'qiyman. Televizor oldidagi qarindoshlar menga ishib o'qisa bo'ladi. Bolalar sizlar jim turib turinglar. Tasin. Buni bu o'xshash ikki harf. Fasin. Mana bu ikki harf. Beshidagisi fa, tepsida 3 ikkita bor. Keyingisi sin, fasin. Fajim, fajim. Taha, taha. Nun kha, yaha. Bajim, yamim. Ba mim, mana bu mimninki har xil shaklda yozilishi, mana bir xil yozilishi, mana bu bir xil yozilishi. Har xil shaklda kelsa, shuni toniy oladigan bo'lsa bo'ladi. Nun mim, ta mim, fa mim, ba ya. Ya ya, nun ya, ta ya, fa ya, fa alif. Bunda bo'lsa, balla sizlar menga agishib o'qiysizlar. Men deyman, sizlar mening keyinimda agishib o'qiysizlar. Nun ba lam. Nun ba lam. Nun ba lam. Nun ba lam. Yaxshi.
تا نون لام تنون لام تا نون لام تنون لام با يا لام بايا لام بايا لام yaxshi يا تا لام يا تلام ثا ثا لام سلام نون با نون نون بانون با نون نون بانون نون تا يا نون تيانون يا تا نون يا تنون ثا ثا نون سلسلون جيم جيم حا حا خا خا كاين دام نما ديال اشكرب حا ثا حاسا حا ثا حاسا خا با خابا nimaniki birisi cho'ng'arib yana birisi kichkarib shundaymi beshidiki xo cho'ng'arib keyindiki ba kichkarib xo ba خابا yaxshi jim ta hamda men o'zim o'qiyman sizlar jim anglaysizlar ta ha ta ya jim ba ba xo ta ta mana bu yumaloqda deb qo'yamiz mana bu tepsida ikki chikit bormi hani tepsiga ikki chikit qo'yilsa ta bo'ladi yumaloqda deymiz mana shu ta deb qo'yamiz mana bu chikiti yo'qlab qolib qolsa bu ha mana shunday yoziladi bu har xil shaklda bata yaha taha mana bu haninki yana boshqa bir xil shaklda yozilishi taha mana bu o'xshash mana ana tepsiga kichik qo'yildi nun ta ha ya ha ba ha alif ba ha mim dal ذال جيم دال خا ذال را ز davasa saboqdoshlar sizlar manga agishib o'qiysizlar men deyman sizlar manga agishib bir xil ovozda o'qiysizlar jima jim ro جيم را jim ro جيم را yaxshi xoza خوازا xoza خوازا birisi cho'ng'arib birisi kichkarib shundaymi ro را za زا za زا ya ro يا را ya ro يا را taza تازا taza تازا mana bu ta'ni har xil yozilishi mana bu ta mana bu za mana yeshil to'g'ri ta za har xil shakllarda keladi har xil shaklda kelganda farqlantira oladigan bo'lsa qo'lida darhol sin سين sin سين jalla o'qinglar shin شين shin شين sin lam سين لام sin lam سين لام shin lam شين لام shin lam شين لام yaxshi صاد 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 ضاد ضاد طا طا
va 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 tilimizni chiqarib turib talaffuz qilamiz-ku. Va. Sod ba sod ba sod ba sod ba ha mana keyingisi to ba to ba to cho'ng'arib shundaymi to ba to ba yaxshi bodalif dod alif bodalif dod alif va alif do alif va alif va alif yaxshi ayn 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 g'oyn g'ayn g'oyn g'ayn hamza 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 ayn za ayn za ayn za ayn za unda bo'lsa balla sizlar jim turishlar ekran oldidagi qarindoshlar menga yaxshi o'qiydi ayn za g'oyn ro g'oyn za صاد عين ضاد غين معنى دوش با با عين دال با عين دال ما كاين ديك اسمه وش با تا غين ذال تا غين ذال أمدا ما هو دقت قلنا همزة همزة دب قيمز ما تكديكي ما ألف نقميمز همزة همزة ما أخشش لا تكديكي واو نقميمز تبستيكي مش همزة نقيمز همزة أنا مش أخشش مشو شترب أنا بير إشكي يوش مش هذا تكديكي ألف واو يا نقميمز ما تبستيكي همزة نقيمز همزة 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 شتليسي همزة كاين ديكسي فا كاينك قاف واو قاف واو ثا واو ثا قاف لام قاف ثا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم أنا ما هو لام ما شكر بجماعة ما هو لام ميم تاميم تاميم شكرا تاميم تا تاميم تا unda bo'lsa qarindoshlar ikkinchi darsimizningki amaliy qismi mana shuni bilan oxirlashdi.